Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana Mirshah Tikani. Bugun sizlar bilan bir necha materiallarimizni obzor qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Birinchi materialimiz bu pombaxt materiali. Pombaxt deganda o'zi ko'pchilik oddiy narsalar ko'zini oldiga keladi, mijozlarimiz, lekin bu juda ham chiroyli, naturalniy, kamushkalari ham bor. Buni o'rta yoshli ayollarimiz ham, onaxonlarimiz ham kiysa bo'ladi. To'ylarga ham, kuyov kuzatib olishlar, salomlar, har xil narsalarga juda ham chiroyli chiqadi. Buni bizda juda ham ko'p xili bor. Sizlarga yana ko'proq tushunarli bo'lish uchun biz maneken bilan birga ishlayapmiz. Turishi qanaqa turadi? Abaya qilsalar ham bo'ladi. Ichida mana manekenning o'zining rangi beji, xohlasalar bazaviy ko'ylakni beji qilsalar bo'ladi. Xohlasalar ichidagi pombaxt o'zining osnovasidagi gullarga moslab ichidagi ko'ylakni ham bazaviy ko'ylakni ham shunaqa rang qilsa bo'ladi. Bu materialimizni xohlasalar abaya, xohlasalar ko'ylak, har bir material fasonligiga mos bo'lib ketadi. Mana rukavalarni ham ko'rishingiz mumkin. Rukavalari ham bu yerda biz litushi mishga o'xshagan fasonda qilib qo'yganmiz, как abayenni. Mana shunaqa shirokiy qilib, osilib turadigan stilda qilsalar ham juda ham chiroyli chiqadi. Ranglari ham hozirgi kundagi urfdagi rang. Terakotoviy aralashgan qora bilan osnovasida ham gulchalari bor. Kelib bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir ham yana bir ikkitasini sizga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Bu ikkinchi materialimiz ham pombaxt deyiladi. Osnovasida bu yerda ko'proq shifonga ishlatilgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Gulchalari esa barxtdan, umumiy holda pombaxt deyiladi. Polностью ustida qora fonda zolta poliperskiy otsenkada qilingan barxtning rismkalari bor, polностью tosh qilingan ustiga. Bu narsamiz ko'proq shu вечерний, naryadniy narsalarga olishadi va chiroyli chiqadi. Bundan ham abaya ham, ko'ylak ham, xohlasalar tepa qismiga qilib admitonni shifonlar bilan ham ishlatsa bo'ladi. Bular eksklyuziv, bular ko'p kelmaydi. Bular o'zi kamroq. Hozircha nalichida bor. Zakaz qilsanglar bo'ladi. Dastavkalarimiz ham bor. Ko'ringlar, umumiy holda mana manekenga biz ilib qo'ydik. Sizlarga yaxshiroq ko'rinsin, tushunarliroq bo'lsin deb, chunki bizga ko'pincha kelishadi. Vishilka ilib qo'yamiz, molimiz ko'p, baribir zich holatda hamma tasavvurga ega bo'lmaydi. Har bitta materialimizni ochib ko'rganda, mana shunaqa manekenda yoki odamning enida juda ham chiroyli ko'rinadi. Har bitta materialimiz. Chunki biz bularni hammasini did bilan, fokus bilan iloji boricha eksklyuziv, bizani O'zbekistonga mos va juda ham yaxshi narsalarni olib kelishga harakat qilamiz. Bu xuddi shu materialimizni yana bitta rangi bor. Qisqacha sizga ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana materialimiz mana ko'ringlar. Xuddi shu otsenka, faqat sal detsel boshqacharoq desa ham bo'ladi. Endi gulni, bashli shu narsa. Fuksi maliniy gullari bor. Bu ham soni chegaralangan. Bular eksklyuzivning o'zi kamroq keladigan materiallarimiz. Mana ko'ringlar, chiroyli narsa. Buni ham ichidan qora ko'ylak, bazaviy maliniy ko'ylak ham qilsa bo'ladi. Do'konimizga kelinglar, qo'ldan kelgancha sizlarga chiroyli obzor, chiroyli kiyim, chiroyli obraz qilib beramiz. Bizga bemalol ishonishingiz mumkin.